Do'stlar, dahshat yangiliklar. Ulug'bek Maxsumov intervyusida Spark yutib olish imkoniyatingiz bor. Esingizda bor bo'lsa, Spark o'rniga Cobalt beraman deb chiqdilar va eng qizig'i yutgan odamni tanladilar. Amanbay O'rolbayev yaxshi komment bo'ldi, ikki tilda. Shu menga yoqdi. Jahongir Latipov Cobaltni biz nomimizdan berib yuborishadi. Tabriklayman sizni. Spark yutib olibsiz demoqchi edim. Spark o'rniga Cobalt beradigan bo'lyaptilar va выиграли Cobalt. Просто Ha, ishonyapsizmi? Реально Cobalt yutib oldingiz. bir nima aytaymi, men shu niyatlab qilganimda biz tarafda 2 yildan beri masjid qurilayotgandida, bitmayotgandi. Agar shuni yutib olsam, umuman nima qilmayman, shunga pulni qivoraman degan niyat. Gap yo'q. Gap yo'q. Yo'q, hozir men vashshe bo'layapman-da. Pasportlaringizni yuboring, dannilaringizni оформление qilish kerak. Shu raqamga yuboraymi? Ha, yuboring просто. Tabriklayman, реально Cobalt yutib oldingiz. Sparkda o'tda Cobalt beraman dedilar. Rahmat aka. Rahmat.